Hozir biz rasmga tushamiz. Aksessuar tanlashimiz kerak. Shuni taqib ko'ramiz. O'zi menda shunaqa ochki, lekin tushmadi. Boshqasi. Yopamiz. Kichkina mantiga qo'yamiz. Narsalarni mantiga qo'yib qo'ysalar bo'ladi bemalol. Endi buni inglizchaga o'tkazamiz. 6000 ga ham bunaqa tushsak bo'lar ekan. Mana chiroyli chiqdi. Tamam, bu ham zo'r chiqdi. Ruschasini qo'shyaptim hozir. Shunaqa bo'ldi. Oh my god. Mana chiroyli baliqlar bilan tushadigan joy topib oldim. Bu yerda tushmasa bo'lmaydi, o'rtoqlar. Mana buni qaranglar go'zallikni. Bilaman buni. Nemomi bu? Yo'q, Nemo emas. Moving moment. Next. Karta. Hammasi chiroyli-ku. Bo'ldi, oldimdan boshqa bunaqa rasmga tushadigan joy chiqmasin. Hamma pulimni shu rasmga tushib hozir tugataman.